Bir de mana o'zimiz atgan buloqqa yetib keldik. Joy sal uzoqroqlik uchun baliqqa sal qiynalib keldi. Lekin yarim oldu. Videoda görmedim bilmem ne. Süzet. Bak. Aslında videoda yaxşı görünmeydi. Lekin balıqlanca köpek qoldi bulada. Hozir kelasi manzilimiz yana mana shundan ko'ra kattaroq, o'zimiz qishloq chekiroqda. Yana bitta buloq bor, shu joy bor. Tashlashni boshlaymiz. Bu yerga menimcha yetarlicha bo'lib qoldi baliq. Ancha baliq ko'payib qoldi bu yerda. Kelasi safarni her ikki yirik buloqqa tashlashni boshlaymiz. Taxminan shu yerdan 500-600 metr. Zo'rg'ada u ham. Mana qahvoni ichida joylashgan. Biz kuzatishda doimo davom etaylik. Kanalga yangi mehmonlar obuna bo'lamiz. Juda ko'p ko'rilyapti, lekin yo'qdi degan bir belgini qoldirmaysizlar, like bosib, yo bo'lmasam bir kommentariyada fikr yozib qo'ymaysizlar. Kam bor yozilyapti. Kam. Kommentariyada hech bo'lmasa yuraji belgisini qoldiringlar. Yo bo'lmasam olovman. Kutaman albatta, har bitta fikringiz biz uchun qiziq.